O'zim bilmagan holda eng to'g'ri tanlovni qildim. Hozir bu haqda make-up qilib gapirib beraman. Xullas, salkam 2 yil oldin men Faberlic kompaniyasidan mahsulotlar xarid qildim. Avvallari Faberlic desa juda ensam qotardi, bilmayman nima uchun, lekin ishonchli kompaniya deb umuman o'ylamaganman. Xullas, mahsulotlarini xarid qildim. 600 ming so'm qo'llariga berdim. 6 talik uходовый nabor, shampun, gel для душа, соль для ванны, skrab для tela olishga-ku oldim, lekin sifatiga unchalik ishonmadim. Chunki bilamiz, 600 ming so'm evaziga unaqa sifatli narsalar ololmayman. Yuzim quruq edi, quruqligidan juda ham qiynalardim va o'sha mashhur gyaluronka naborini tavsiya qilishgandi va uni olgandim. 1 oy davomida ishladim. Rezultati ishoninglar, bomba. Shundan so'ng esa kompaniyadan registratsiyadan o'tishga qaror qildim va ichki narxda mahsulotlarni o'zim uchun xarid qilishga qaror qildim. Shu joyda o'zim bilmagan holda eng to'g'ri tanlovni qildim. Sekin-sekin marketing planlari bilan tanisha boshladim. Juda ham qiziq va juda ham oson marketing planlari tuzilgan. Men o'zimni hozirgi zvaniyamda hech qachon tasavvur qilmaganman, faqat o'zim uchun mahsulotlar olaman. Qanday sklad narxida, arzon narxlarda olaman deb a'zo bo'lganman va marketing plani bilan tanishgan holda biznes yo'nalishini tanlashga qaror qildim, chunki uyda o'tirgan ayollar uchun 100% eng zo'r ish. Ish boshlaganimda chaqalog'im 6 oylik edi va bu menga hech qanaqasiga xalaqit bergani yo'q. Hozirda biznes boshlaganimga salkam 2 yil bo'lgan bo'lsa, 2 yil ichida 500 tadan oshiq qizlarga daromadga chiqishlari uchun yordam berganman. O'zim bo'lsa $1000 daromad egasi, ofis rahbari Nozima Qayumova. Instagramda bo'lsa Noziko bo'lib tanildim. Sizni komandamda ko'rib xursand bo'laman. Like, podpiska bosib dugonangizga yuborib qo'ying.